Qancaq. Ey, sen daha apam qalayamqan gaq ojirshima degidek bo'ldingmi? Yo'q, Alloh bilmadim, tushundirmayman. Namunchilar yaqalanmadi ha? Bundaq qilgansa, men qara. Ikki qiz chiroyli gap qilib qo'ygan. Chiroyli gap degan eg'izning yili. Xotin kishi degan o'shkining yig'i. Ikki qiz gap bilan ma ishni o'ngishmasa olmaydi bolam. Agar u ketib qolsa, bir munch pul xarjlab, bir munch yo'l mengib, bir munch narsa olib, yurtga berib akildigan ish. Menga endi unda jafo solma jinim bolam. Ma'qulda gapingni chaqiray ya. Nigara? Ay Nigara? Ha, apa? Niye chiqma? O'tirma. Odamning sizga deydigan gapi bor ekan. Qalay gapingni bolam? Xotin, xapaman. Hemen bunun ikemde qamayılmayım. Setivetke altınlarınızı qaytırıp berey. Bulamda. Ma altınlarına gerek yok Adil. Siz fakat qimar oynamaslik qo'yadi, basini bo'ldi. Evet berey. Ha, endi ko'nglim joyiga tushdi. Chiqqanlarning ayrim gaplarini olsa deyishinglar. Men xo'shlarning uyga kirib birdan o'tirib chiqay bolam. Ma'qul. Chiroyli qarangishinglar bolam, ha? Ma'qul. Qancaq. Ey, sen daha apam qalayamqan gaq ojirshima degidek bo'ldingmi? Yo'q, Alloh bilmadim, tushundirmayman. Ey, sen de qo'y. Endi apam qalayamqan gaq qilgan bo'lsang, Açıklamda çıkıp et, işten uğruna bakamıyorsun. Anladın mı? Özanı bilip şu, apamga emni qalaymakan gapima. Ben çok ara talağa çıkmayayım diye. Yüz gözlerini özan yaştır oxutma. Yenge, yolg'iz o'tirib ketibsiz bu. Uyda biroz bormi yo'qmi? Yo'q. Mana iloyim sen. Bu nima? Bu-chu qarang, mubolag' qarlaylisi, amen chapligi. Mana ichiduncha 12 ta kichik ayrim bo'g'joqliq chiqib ketadi. So'nggi sevasangiz shunday apikka oldin qatam mehmonlarim kelgan vaqt og'ritib ketadi degan tangiz. Mana bakteriya o'ldirishim shunday yaxshiki. Shunda rahat qilib qo'ygan ishingizga yo'llikni, namlikni tatadigan narsa bo'lgandan keyin ashtadan hamsi foyda qildi. Qarasam, bizniki bilishlardan qizlarning hammasi so'rmoqda baka. Shunga ashkepingiz esimni qolib ketgan sizga yaxshi keldi. Rahmat Mahliya. O'ylab baxsam, bu uyda menga kuyindigan, ko'ngil bildigan, ich og'ritadigan faqat sizlar bor ekansiz. Buldingiz endi yig'labsiz-ku. Adil aka men urgan o'xshamamda.